O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston jonim! Bu burch, bu so'z har bir insonning yuragidan, qalbidan chiqishi kerak. Yigit borki, farzand borki, u xoh qiz bola bo'lsin, xoh o'g'il bola bo'lsin, tug'ilib o'sgan joyiga mana shu so'z, mana shu nido qalbidan chiqishi kerak. Biz Farg'ona viloyati harbiy qismga 32 nafar o'quvchi bordik. U yerda taassurotlar juda a'lo. Biz 1 oylikka bormoqchi edik. Ruhiyatimiz oshdan 1 yillikka bormoqchi bo'lyapmiz. 32 nafar o'rtoqlar. Bunday sharoitlar bizga bergan prezidentimizga juda katta rahmat aytmoqchiman. Yoshlar ittifoqining tashabbusi bilan tashkil etilgan harbiy qismda bir kun loyihasida meni farzandim Rahmataliyev Asliddin ishtirok etdi. Bu tadbirda men o'g'limni harbiy libosda ko'rib, juda ham faxrlanib ketdim. Kelajakda meni o'g'lim vatanni qo'riqlaydigan jasur farzand bo'lishiga ishonaman. Askar! O'zbekiston o'g'liman, ona vatan qalbonman, tomirimda chiqib qon bobomdir sohib qurol.